chechak chiqibdi, bugun Navro'z ekan. Hamma bir-biriga jigar so'z ekan. Olam ham munavvar, kecha kunduz ekan. Boy chechak chiqibdi, bugun Navro'z ekan. Maktabgacha yoshdagi bolalarning shaxsiy kamolati, axloqiy tarbiyasi va dunyoqarashining shakllanishida milliy qadriyatlarning o'rni beqiyosdir. Kattalarni hurmat qilish, ularga izzat ikrom ko'rsatish kabi qadriyatlar bolalar tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Tegirmonda don yanchish va guppi pishirish ishlari bolalarni mehnatsevar, mas'uliyatli va sabrli qilib tarbiyalaydi. Shuningdek, ularda milliy an'analarga hurmat, oziq-ovqat qadrini tushunish va jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu jarayonlar bolalarning shaxsiy rivojlanishi va amaliy hayotiy ko'nikmalarga ega bo'lishida muhim ahamiyatga ega. O'smoq qo'yish va alla aytish bolaning jismoniy va ma'naviy rivojlanishida katta ahamiyatga ega. O'smoq qo'yish bolaga g'amxo'rlik va poklikni o'rgatsa, alla aytish uning ongi va qalbiga mehr-muhabbat, ezgulik va xotirjamlikni singdiradi. Milliy o'yinlar bolalarning aqliy, jismoniy va ruhiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. 5 tosh, 4 tosh va 3 tosh o'yinlari ham shu jumladan bo'lib, ular bolalarni chaqqonlikka, diqqatni jamlay olishga va strategiya tuzishga o'rgatadi. Qadimdan yurtimizda chorvachilik va hunarmandchilik keng rivojlangan bo'lib, qo'y junidan turli kiyim-kechak buyumlar va hunarmandchilik asarlari yaratilgan. Qo'y junini qirqish va uni savalash, tozalash, tayyorlash ishlari bolalar tarbiyasida katta ahamiyatga ega. Chunki bu jarayon bolalarning mehnatga bo'lgan munosabatini shakllantirish, ularda mas'uliyat va ijodiy qobiliyatni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Bolalar ota-onalari yoki kattalar bilan birga bu ishlarga jalb etilganda, ular mehnat qilish zaruriyatini anglaydilar va mas'uliyat hissi rivojlanadi. Bolalar xalq an'analari asosida tashkil etilgan turli madaniy tadbirlar, milliy o'yinlar va bayramlarda qatnashish orqali jamoada muomala qilish, hamkorlik qilish, bir-birini tushunish va qo'llab-quvvatlash ko'nikmalariga ega bo'ladilar. Stol ustida o'ynaladigan xalq o'yinlari esa nafaqat vaqt o'tkazish, balki bolalarning zehniyati, ijodiy va strategik fikrlashini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Oshiq bilan qani yurchi o'yini bolalarda motorika va diqqatni rivojlantiradi, sabr, toqat va e'tiborni oshiradi, strategik fikrlash va taktikani rivojlantiradi. Otlar poygasi o'yini esa bolalarda tezkorlik va zehnlilikni rivojlantiradi, raqobat va g'alabaga intilish hissini oshiradi, to'g'ri strategiya va taktika ishlab chiqishga yordam beradi, qaror qabul qilish malakalarini mustahkamlaydi. Arqon tortish, bilimni sinash o'yini. Bu o'yin an'anaviy arqon tortishdan farqli ravishda bilimni sinash uchun moslashtirilgan bo'lib, unda ikkita jamoa savollarga javob berib, o'z jamoasini oldinga siljitadi. Stol usti o'yinlari milliy qadriyatlar va an'analarni o'rganishga yordam beradi. Bunday o'yinlarni bolalar tarbiyasida faol qo'llash bolalarning intellektual va ijtimoiy rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Milliy quroqlar tikish bolalarga sabr, toqatli va matonatli bo'lishni o'rgatadi. Chiroyli
va aniq ish qilishga, javobgarlikni his qilishga yordam beradi. Tikish jarayonida bola mehnat qiymatini tushunib, buyumlarni ehtiyot qilishga o'rganadi. Naqshni taxlov o'yini zehnlik va ijodiy fikrlash bilan bir qatorda diqqatni jamlashga, milliy naqsh va bezaklarni tushunishga o'rgatadi. Polvonlarning qo'y ko'tarish o'yini bolalarning jismoniy baquvvatligi, aqliy zehni va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Xalq o'yinlari, arqon tortish va kurash bolalarning jismoniy va ma'naviy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Ular bolalarda jasorat, iroda, jamoaviylik, harakat tezkorligi va intizomni shakllantiradi. Arqon tortish va kurash kabi o'yinlar bolalarga nafaqat jismoniy chiniqish, balki aqliy va ruhiy tarbiya berishga ham xizmat qiladi. Biz ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlariga asoslangan kuchli ma'naviyatli avlodmiz.